Assalamu alaykum, barliq mening ko'rarmanlarim, akalarim, hadlarim. Meni qo'llovchilar. Qachonli men restoran ochsam, qachonli men yaxshilik qilsam, qishimdan tepildigan aka hadlarim. Hammanglarning bugungi bahar mayrimi birinchidan muborak bo'lsin. Hammanglarga utuq, xushallik, yaxshilik yor bo'lsin. Sizlarga yana bir xush xabarimni aytib, video tushirib o'tirman. O bo'lsa, men Riskolova 1/3 tiki Aqjol degan restoranni o'tirman. Aqjol restoranda 3 banketli zal bor. Birinchisi 240 odamlik yo'g'on to'yxona, ikkinchisi mashrabxona 30-40 odamlik. Aslında tamaklanadigan joyimiz u yerda 3-chi kuni, 5-chi kuni yoshlar uchun alaytan muzikalik kechliklar o'tadi. Ya'ni shundaqla bizning go'zal hadlarimizga, anılarımızga nurg'un xushalliklarga apirdigan tamaklarninki har turliklari mana mashad tayyorlandi. Uyg'urga xos samsa, huluqnan qataliq, manta qataliq tamaklarimizni, yani onundan boshqa tamaklarni zakaz qilib buyursanglar, uyinglarga yana shundaqla mashadni akatsanglar, sizlar uchun tayyorlangan biz tayyor. Bu zalning alohidligi shuki, bu yerda tamad riyosatchi izlamaysiz, usulchi izlamaysiz, operator izlamaysiz, yana shundaqla artistlarimizni faqat izlamasangiz bo'ldi. Hammasi moshning ichida tayyor siz uchun, yana siz uchun 30% skidkisi bilan sizga xizmat qiladiganga san'atkorlarimiz tayyor. Aqjol restoranining ayrimchiligi mana moshnodan iboratdir. Biz sizlarni xushalliklaringlarda, yaxshiliklarda to'y qilamiz deb niyat qilgan qarindoshlarimizni mo'shu restoran kutishga tayyor. Sizlar bilan biz yana shundaqla Aqjol restorani, Qayrat kafesi sizlar bilan har qachon tayyor. Ko'rishcha aman, eson bo'linglar.